O'zbekiston va Qozog'iston chegarasi, ya'ni Kaplanbek parkovkasi qonuniymi yoki yo'q? Buni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qachon kirgansiz aka? 5 minut bo'ldi. 5 ming. 5 ming? Yechib olasiz. Qanaqasi ham pullikmi, paymentmi? Yo'q, kartadan yechib olasiz. Pullik paymentmi? Yo'q, yo'q, unaqa narsa. Bo'ldi, yaxshi aytdim. Ishlamayapti emas. Parkovkalar noqonuniy. Mana tamojniy, Qozog'iston, O'zbekiston tamojnisidagi parkovka noqonuniy hisoblanadi. Shu yerga ikkinchi marta kelishim, ikkinchi martasida ham payme, klik, ya'ni terminali ishlamayapti umuman. Ikkinchi martasida ham ishlamayapti, demak, 100% noqonuniy degani. Mana bilib olinglar. Kaplanbek tamojnisi bu. Ko'rdinglar, mendan klikdan yoki payme orqali tashlashimni so'radi. Bu noqonuniy hisoblanadi. Sababi klik orqali tashlaydigan yoki payme orqali tashlaydigan bo'lsangiz, u o'zini kartasini beradi, ya'ni jismoniy shaxsning kartasini beradi. Jismoniy shaxsning kartasiga tashlamaysiz. Faqatgina yuridik hisob raqamga tashlashingiz kerak bo'ladi. Ular esa prosta o'zini plastik kartasini beradi va u pulni o'ziga o'zlashtirib oladi. Bu noqonuniy. Eng qiziq joyi 5 minut turdim dedim-ku, 5 minutga 5000 so'm so'rayapti. Demak, 1 soat tursam 60 ming berib chiqib ketishim kerak ekanda. Logika bo'yicha shunaqa bo'lyapti-da. 5 minutga 5000 so'm. Gap yo'q. Normal pul qilishyapti bilmagan odamlardan.